Implantatsiyaning narxi qancha? Bu implantatsiya to'g'risida eng ko'p beriladigan savol. $100 reklamalarni ko'rib, lekin klinikaga borgandan keyin 5-6 millionlik chekni ko'rib charchadingizmi? Nega hamma joyda narxlar har xil? $100-200. Bu ko'pincha mana bu vintning narxi bo'lishligi mumkin. Lekin bu hali tish emas. Tishli bo'lish uchun sizga implant, abatment, formirovatel va ustidagi koronkasi bo'lishligi kerak. Bunga sterillik holat va shifokorning malakasini ham qo'shing. Buni hammasini $100 ga qilib bo'lmaydi. Nega telefonda aniq narxni aytish qiyin? Bir narsani o'ylab ko'ring. Har bir insonning jag' tuzilishi individual holatda bo'ladi. Kimdadir suyak yetarli bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa kimdadir qo'shimcha muolajalar talab qilishi mumkin. Milk ko'chirib o'tkazish, sinus lifting, suyak ko'chirib o'tkazish har xil holatda bo'lishligi mumkin. Shifokor sifatida mening vazifam sizga kutilmagan xarajatlarni emas, ya'ni sifatli xizmat ko'rsatish. Shuning uchun bizda narx telefonda emas. Qachonki siz konsultatsiyaga kelib, aniq reja va smeta qilinib, sizga aniq narx aytiladi. Rejani siz bilan o'zaro muhokama qilib tasdiqladikmi, narxlarni kelishdikmi? Bu operatsiya to yakunigacha o'zgarmaydi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'lishni unutmang. Bepul konsultatsiyamizga yozilish uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.